Assalomu alaykum. Qanaqa biznes qilay ekan deb o'ylanib yurganlar uchun pena blok, gaza blok ishlab chiqarish bizneslarini taklif qilamiz. Mana bu yerda ham pena blok, ham gaza blok ishlab chiqarsa bo'ladigan qoliplar mujassam. Bu endi men iplariga e'tibor bermaysizlar, rezbali bo'ladi. Ham gaza blok, ham pena blok ishlab chiqarasizlar. Endi gaza blok o'zi deganlar uchun mana katta qoliplari ham bor. Gaza blok komplektida mana katta suv yo'ngichlari bo'ladi. Endi sizlarga ponni obzor qilib o'taman. Komplektlar tanishtiradigan bo'lsam, hozir ikkala ponni komplektlar tanishtiramiz. Gaza blokki komplektida mana shu $1,5 ming komplektimiz. Bunda nimalar bo'ladi deganlar uchun mana qara nishankasi, xohlasanglar 220, xohlasanglar 380 ishlaydigan motorlar bilan qilib beriladi. Bunda bitta rastor tayyorlaganda 12 ta gaza blokka tayyorlanadigan bo'ladi. Xuddi shuni 6 taliklari, umuman qancha kattaligi desa, o'shanga qarab qilib beramiz. Standart shu 12 talik bo'ladi. Shu bitta qolipda 12 talik mana qolipdan 2 dona mana yaqinroq ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Bu qoliplar zamasga qilinmaydigan, asli yangi pokoleniyadagi qoliplar. Rastor quyasiz, yetsiz bo'laveradi, unaqa buchalarni germetiklash shart bo'lmagan qolipdan 2 dona. Va mana bu oddiy reskasi. Bu ham universal, xohlasangiz 10 lik, xohlasangiz 20 lik, xohlasangiz 30 lik kessa bo'ladi. O'zi mana tros arralari bilan bo'ladi. Va mana bu suv yo'ngchisida pasta 1 tonnalik, tepada 110 litrlik. Bunga ikkita tent qo'yilgan, obratni hamma mana suv datchiklari, shlankalari, mana suv motorlari bilan qilingan bo'ladi. Konteynerdan yasalgan baquvvat, bemalol tagiga o't yoqsa bo'ladi. Suv yo'q. Bu $1,5 ming joyida dastavkalar shu adresga qarab kelishadigan holat. Xohlasanglar avtomat reskali qilib beriladi. Avtomat reskali xohlasanglar 220, xohlasanglar 380 da qilib beriladi. Buni 10 ta qolipi, 2 tonnalik suv yo'ngisi, mishalka, hamma mana arralar, bu hamma komplektlarni relslarga qilib beramiz. Joyida $1,5 ming dastavkalar shu adresga qarab kelishadigan holatda. Endi mishalkalarni ham xohlasanglar mana mini gazoblok uskunalarimiz bor. Mini gazoblok uskunasida mana qolipidan 4 dona bo'ladi. Bu ham 24 ta chiqadi. Bu tayyor kesilgan holatda chiqadi. Mana mishalkasini kichigi bo'ladi. 6 talik varianti xuddi shuni 6 talik. Uni ham motori 220, 380 da ishlaydigan zakasiga qarab beriladi. Va mana suv yo'ngchisi. Suv yo'ngchisiga ko'ryapsizlar. Hamma yo'q bilan bo'ladi. Mana filtrchi, tentlari hamma yo'q bilan 200. Buni ham narxi $1,5 ming. Vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Unda uzoqroq bo'lsa dastavkalar kelishadigan holatda. Endi mana gaza blok o'zi nimalardan chiqadi deganlar uchun gaza blok asosiy xomashyo sement, suv, qum, alyuminiy pudra, kauchukli sodadan chiqadi. Alyuminiy pudra, kauchukli sodalar qayerdan olishi, qanaqa tayyorlanishi hammasi 100% o'rgatiladi. Xomashyodan O'zbekistonda muammo yo'q. Endi bu yerda pena blok komplektlarni obzor qilib o'tamiz. Mana pena blok komplektlarni juda ko'plab miqdorda tayyorlab qo'yilgan. Hamma assortimentlardan bor. Lego deysizmi, o'rtasi teshik, yevro, hamma turidan bor. Endi komplektlarga keladigan bo'lsak, komplektlarimizda 60, 20, 30 razmerdagi 6 tali qolipdan 3 dona bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Listlari ham juda klass chiqib turadigan bo'ladi. Hozir mana ichida list turmaganiga aytmaysiz, nima qilmaysizlar. To'liq bo'ladi. Har bitta qolip 6 tadan, shu qolipdan 3 dona bo'ladi. 18 ta chiqadi. Qoliplarning har bir palastalarga profil qilingan, oshiq-moshiqlar qo'yilgan, taglarida ham profillari bor. Qolipdan 3 dona rastor bochkasi. Rastor bochkani rastor aralashtirish uchun manaqa mikser, bu ham korobka holatda bo'ladi. Pena generatorimiz 100 talik kapron gaz ballondan tayyorlangan pena generator. Buni ichida pena bilan kompressor havo damlab beradi. Unaqali gaz ba'zi narsa bo'lmaydi. Shu unga havo damlab berishi kompressor, bonusiga kolonna listi, latog listi, salkam mingta pena bo'lib ketadigan penalar. Bu yevro to'plamimiz hisoblanadi. Buni narxi $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Agar shu yerdan olib ketilsa, $800 ga shu yerda qilib beramiz. Shu yerda o'rgatib, ishlash jarayonini qilib qo'yamiz. Endi umuman bu yerda hamma komplektlar faqat qolipida farq qiladi xolos. Qolgan hamma narsasi bir xil mana qo'shib beriladigan
Holatida endi agar bunaqa turbalik bo'ladigan bo'lsa, $950 vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'lib. Agar mana komplekt bo'ladigan bo'lsa, $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'lib. Bunaqa Legoli variantida bo'ladi. Ko'rasizlar? Bu endi turbali varianti. Ba'zi ham mana yana euro. Endi mana abishni komplekt, euro komplekt degan farqi profillarda bo'ladi. Unda bunaqasi 7 qator bo'lsa, bunda mana 2 qatorlik, ba'zi 1 qator. Bular abishni hisoblanadi. Bu abishni komplekti ham mana 3 ta abishni qolib, rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, laptop, tumba, penalari hammasi bu $700 joyida $750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'lib. Agar sal usulliroq belida 2 qatorli profilli bo'ladigan bo'lsa, buni narxi $730 joyida $780 vodiy bo'lib, $830 O'zbekiston bo'lib. Endi bundan tashqari pena generatorlar har xillari bor. Mana bu komplektda 100 talik bo'lsa, mana 130 talik zakaz noy. Komplektlari xohlagan 40, 50, 20 turlardan olib beriladi. Zakazga bunaqa 10 taradigan bochkalar bir kishi ishlasa bo'ladigan, zinali, bemalol tepasini zinasiga chiqsa bo'ladigan. Endi menga tekor bermaysizlar, qo'lingizni bosmasdan chiqdim, men qo'lingizni bosasiz, bemalol tepasiga chiqsangiz bo'ladi, aralashtirsa bo'ladi. Bundan tashqari buni xomashiyolari gips ketadi, asosiy xomashiyasi. Sement oz miqdorda, suv, pena. Pena degani ko'pik degan, uni qanday tayyorlanishi, qayerdan olish hammasini o'rgatiladi. Bitta g'ishtdan 3000 so'm, 4000 so'm, gazobloga 6-7 ming so'm daromad qilsa bo'ladi. Endi mana shu pena blok, gazoblokka oid qanaqa savol-javoblar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, batafsil tanishtiriladi. Bu savol-javob, tushunmagan narsangizni so'rash u besplatniy. Bemalol ekrandagi raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.